Assalomu alaykum. Usmonov informatika mavzulashtirilgan to'plamini 8-mavzusiga yetib keldik. Hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi. Demak, boshlaymiz. Hisoblash texnikasining ilmiy asoslari. Kompyuterlarning yaratilishida 3 ta ilmiy poydevor muhim rol o'ynagan. Birinchisi, pozitsiyali sanoq sistemalari. Bular sonlarning qiymati ularning o'rniga bog'liq bo'ladigan sanoq sistemalariga aytiladi. Masalan, sonlarning qiymati ularning o'rniga bog'liq bo'lishi deganda nima nazarda tutiladi? Masalan, mana bu 20 soni. Bu yerda 2 hozir 22 ta o'nlikni ifodalaydi. Agar xuddi shuni orqasiga 0 qiladigan bo'lsak, endi bu 2 ta yuzlikni ifodalaydi. Agar shuni 202 qilsak, mana 2 ta bir xil raqam, lekin o'rni boshqa joyda bo'lganligi uchun mana bu 2 ta birlikni ifodalaydi. 2 ta birni, bunisi esa 2 ta yuzni ifodalaydi. 2 ta yuz bor degani bu. Demak, turgan o'rniga bog'liq. Endi buni tushunarli bo'lish uchun pozitsiyali bo'lmagan sanoq sistemalarini ham aytsak, menimcha to'liq tushunarli bo'ladi. Pozitsiyali sanoq sistemalari bo'lmagan sanoq sistemalariga rem raqamlari kiradi. Rem raqamlari, masalan, turgan o'rniga bog'liq emas uning qiymati. Qayerda turgan bo'lsa, o'sha joyda ham baribir o'zining qiymatini ifodalayveradi. Mana bunda 200 ni ifodalay turgan bo'lsa, endi bunda 2 ni ifodalayapti. Lekin rem raqamlarida masalan mana bu 10 soni, 10 raqami bu yerda 10 turibdi. Agar xuddi shuni bunday qilib qo'yadigan bo'lsak, bunda ham 10, faqat endi bu nechiga teng bo'ldi? Bu 40 ga teng bo'ldi. 40 bu. Mana bu chap tomonda turibdi, 50 ning chap tomonida turibdi. Agar o'ng tomonida tursa-chi, o'ng tomonida tursa ham baribir 10 ni ifodalaydi. Bu endi faqat 60 bo'ldi. Demak, turgan o'rniga bog'liq emas. Mana 50 ham o'ng tomonda turadi, oxirida turadi, baribir 50 chap tomonda birinchida turibdi, baribir 50 ni ifodalayapti. Demak, bu turgan o'rniga bog'liq bo'lmagan sanoq sistemalarini pozitsiyasiz, ya'ni pozitsiyali bo'lmagan sanoq sistemalari deyiladi. Kompyuterlar ikkilik sanoq sistemasida ishlaydi. Demak, bular 0 va 1 raqamlari orqali ishlaydi. 0 degani zaryadsiz, 1 degani zaryadlangan degani. Ikkinchisi, algoritmlar nazariyasi. Hisoblashlarni qat'iy tartib va qoidalarga asoslangan ketma-ketlikda bajarish g'oyasi. Buni masalan Al-Xorazmiyni o'sha algoritm deb nomlanadi. Ya'ni Al-Xorazmiy ismidan olingan. Al-Xorazmiy mana 2 qo'shilgan 3 ko'paytirilgan 2. Buni qat'iy tartibi bor, ishlanish yo'li. Demak, shunchaki qo'shib keta olmaysiz, ketma-ket bajarib keta olmaysiz. Masalan, 2 ga 3 ni qo'shsangiz 5, 5 ni 2 ga ko'paytirib 10 deya olmaysiz. Bu xato bo'lib qoladi, to'g'rimi? Demak, 10 emas. Tartibi bor o'zini. Birinchi nimani ishlash kerak? Birinchi ko'paytirishni bajarib olishingiz kerak. 3 ni 2 ga ko'paytirasiz 6, undan keyin 6 ni 2 ga qo'shishingiz kerak. 8 degan javobni aytishingiz kerak. Mana shu hisoblashlarni qat'iy tartib va qoidalari deyiladi. Agar daraja bo'lsa, darajani birinchi ishlab olasiz. Al-Xorazmiy xuddi shu narsalarni, ya'ni algoritmini tuzib bergan, tartiblarini tuzib bergan. Shuning uchun Al-Xorazmiy nomiga qo'yilgan mana bu algoritm o'sha nomdan kelib chiqqan. Uchinchisi, mantiq nazariyasi. Ha, yo'q, 0, 1, rost, yolg'on, true, false. Bular tamoyillari, mana shu tamoyillari bo'yicha ishlovchi mantiqiy amallar mantiq nazariyasi deyiladi. Endi buning ahamiyati ushbu 3 asos kompyuterlarning nazariy modelini yaratdi. Demak, mana shundan kelib chiqyapti.
Ikkinchi bo'limga o'tyapmiz. Demak, qadimgi hisoblash vositalari. Inson dastlab barmoqlar orqali, toshlar orqali, cho'plar yordamida sanagan bo'lsa, keyinchalik maxsus belgilash vositasi sifatida birka ishlatilgan. Miloddan avvalgi davrlarda abak ham keng tarqalgan. Xususan, Xitoyda suanpan, Yaponiyada saroban, yunonlar ham abakdan foydalanganlar. Endi buning ahamiyati shundaki, insoniyat tarixida birinchi mexanik hisoblash vositalari paydo bo'la boshladi. Mexanik. Ular murakkab hisoblashlarni tezlashtira olishgan. Shunday usullar orqali. Endi mexanik mashinalar davri kelishni boshladi mana. Birinchi mexanik mashinalarni, demak, Blaise Pascal 1642-yilda Pascalina mashinasini yaratyapti. Bu Pascalina mashinasi faqat qo'shgan va ayirgan xolos. Lekin baribir birinchi mexanik mashinalar hisoblanadi, Pascalina. Endi faqat qo'shib ayirgan bo'lsa, endi uni rivojlantirilyapti. Kim tomonidan? Leibniz tomonidan 1673-yilda qo'shish, ayirishni ham qo'shish ham ayirishni hisoblab qolmay, ko'paytirishni ham, bo'lishni ham bajara oladigan mashina yasayapti Leibniz. Hisoblashda ikkilik sanoq sistemasini qo'llash g'oyasini ilgari suryapti. Charles Babbage 1822-37-yillarda ayrimali mashina va analitik mashina loyihalarini ishlab chiqyapti. Ahamiyati analitik mashina zamonaviy kompyuterlarning arxitekturasi, ya'ni kiritish, xotira, arifmetik blok, chiqishni nazariy jihatdan asoslab beryapti. Demak, to'rtinchisi elektromexanik qurilmalar davri 1831-yilda Genri elektromexanik releni ixtiro qildi. Ahamiyati releda kontaktlarning yopilib ochilishi orqali 0 va 1 signallarini hosil qilish mumkin bo'lyapti. Bu elektronika uchun asos yaratilyapti. 1941-yilda Konrad Zuse Germaniyada Z3 mashinasini yaratdi. Buning ahamiyati dunyodagi birinchi dasturlashtiriladigan hisoblash mashinasi yaratilyapti. Demak, 41-yilda Konrad Zuse tomonidan Z3 mashinasini yaratilyapti. Bular hammasi kalit so'zlar, eslab olishingiz kerak. U ikkilik sanoq sistemasida ishlagan. Qarang, hammasi ikkilik sanoq sistemalarida ishlayapti. Endi ikkilik sanoq sistemasida 0 va 1lar bilan ishlaydimi degan savol ham bo'lishi mumkin. Yo'q. Bu yerda ikkilik sanoq sistemasida ishlayapti degani tok bor yoki tok yo'q degani, uzildi yoki ulandi degan ma'nolarini anglatishi kerak. Mana shu narsani tushunishingiz kerak. Kompyuter aynan mana shunday ishlaydi. Zaryadsiz, zaryadli, zaryadlangan degan ma'nolar bilan ishlaydi. O'zimizda 0 va 1larni o'zi tushuna olmaydi ular. 1944-yilda Говард Eyken AQShda Mark 1 mashinasini yaratdi. Buning ahamiyati katta o'lchamli bo'lsa-da, ilmiy va harbiy hisob-kitoblarni avtomatlashtirish uchun keng qo'llanilyapti. Umumiy ahamiyati shundaki, elektromexanik mashinalar hisoblash texnikasini tajribadan chiqib, amaliy hayotda qo'llash bosqichiga olib chiqdi. Demak, mana qayerda ishlatilyapti? Harbiy hisob-kitoblarni bajarishda keng qo'llanilishda boshlandi. Elektron hisoblash mashinalarining davri, demak, 5-bo'lim 1946-yilda ENIAC bu ham AQShda yaratilyapti. Yaratuvchilari Majli va Presper Eckertlar 18,000 elektron lampa asosida ishlayapti. Bu lampalar ilgari televizorlarimiz bor edi. Mana shu televizorlar orqali televizorlarning orqasida xuddi shunaqa katta-katta lampalar bo'lardi. Ular mana shu ENIAC sekundiga 5000 qo'shish, 300 ko'paytirish amallarini bajara olyapti. Bir deganda, demak, shuncha arifmetik amallarni bajara olyapti. Ahamiyati bu birinchi elektron hisoblash mashinasi bo'lib,
zamonaviy kompyuterlar davrini boshlab berdi. Demak, birinchisi bu ENIAC yaratilyapti 46-yilda. Kompyuterlar avlodlari. Birinchi avlod boshlandi mana 46 va 1955-yil, 1955-yillar oralig'ida. Demak, birinchi avlod yasalyapti, ya'ni yaratilyapti. Elektron lampalar asosida bo'lyapti. Bularning barchasi demak elektron lampa. Juda katta energiya talabchan. O'zi juda katta, bitta uyda egallaydi deyishardi. Energiya ham xuddi shunga yarasha. Endi hisob kitobi shu 5000 tamidi? Mana 5000 ta qo'shishni, 300 ta ko'paytirishni bajaryapti. Bundan ham ko'p bo'lishi mumkin mana bu oxirgi yillarga kelib. Lekin juda samaradorligi unchalik emasdi. Bitta xonada turgandan keyin juda katta elektr energiyasini ham iste'mol qilardi. Endi buning ahamiyati elektron kompyuterlar davri boshlandi. Ikkinchi avlodga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi avlodda endi lampalarning o'rniga tranzistorlarni qo'yishyapti. Bular biroz kichikroq, tezroq va ishonchliroq. Ahamiyati kompyuterlar sanoat va ilm fanda keng tarqala boshlandi. Endi kichikroq bo'lgandan keyin demak boshqa joyga qo'yish ham mumkin. Uchinchi avlod 66-74-yillarda integral sxemalar asosida ishlaydigan kompyuterlar yaratilyapti. Ishlash tezligi va ishonchliligi ortdi. Demak, sekin takomillashyapti. Ahamiyati kompyuterlar ommalashdi, dasturiy ta'minot rivojlandi. 4-avlodda esa mana hozirgi paytgacha 4-avlodda ishlayapmiz. Mikroprotsessorlar asosida Core i5, Core i3, Core i7 mana shular chiqyapti. Shaxsiy kompyuterlar keng tarqaldi. Ahamiyati kompyuterlar kundalik hayotga kirib keldi. Mana endi har bir xonadonda kompyuterlar bor, telefonlar bor. 7-si kibernetika va informatika. Norbert Wiener 1948-yilda kibernetika fanini yaratyapti. Demak, kibernetikaning asoschisi kim desa, Norbert Wiener. Esga olamiz. Kibernetika o'zi nima? Kibernetika bu tirik organizmlar va texnik qurilmalarda axborotni olish, ularni saqlash, ularni qayergadir uzatish va boshqarish jarayonlarini o'rganadi. Shu fan asosida informatika shakllandi va hisoblash texnikasi mustaqil ilmiy sohaga aylanyapti. Buning ahamiyati shundaki, informatika nazariy jihatdan mustahkamlandi. Kompyuter fan sifatida rivojlana boshladi. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, hisoblash texnikasining nazariy poydevori sanoq sistemalari, algoritmlar, mantiqlar hisoblanadi. Qadimgi vositalar bular birka, abak, Xitoyda, Yunonda ishlatilyapti. Hisoblashni yengillashtirdi. Keyinchalik mexanik mashinalar yaratilyapti. Pascalina, Leibniz mashinasi, Babbage analitik mashinasi zamonaviy kompyuterlarning asosi bo'lib xizmat qildi. Va undan keyin elektromexanik davr boshlandi. Mana relaylardan foydalanib Z3 mashinalar yaratilyapti. Mark 1 bularning barchasi ikkilik sanoq sistemalarida ishlayapti. Keyin elektron davri boshlanyapti. Mana birinchisi ENIAC kompyuterlarning yangi bosqichini boshlab berdi. 4 ta avlod bo'ldi. Kompyuterlar avlodlari har bir bosqichda kompyuterlar kichrayapti, tezlashyapti va arzonlashyapti. Endi katta uyda egallab turgan kompyuterlar qo'limizdagi kichik bir soatga aylanib ketdi. Kibernetika va informatika kompyuter fan sifatida shakllandi. Demak, Norbert Wiener mana bu kibernetika asoschisi hisoblanar ekan. Esda qolish uchun mana bu jadvalda keltirilyapti. Demak, mashina g'oya birka abak qadimdan ishlatilgan. Ixtirochi olimlar, qadimgi xalqlar, Xitoy, Yunon, Yapon ahamiyati hisoblashni soddalashtirilgan
eng qadimgi vositalari. Paskalinani kim yaratdi? Blaise Pascal yaratgandi. Ya'ni yasagandi 1642-yilda birinchi mexanik kalkulyator qo'shish va ayirishni o'zini bajargan. Ha bu qo'shish va ayirishni avtomat bajarib beryapti. Leibniz esa ko'paytirishni qo'shdi shunga. Ko'paytirish va bo'lishni. Ikkilik sanoq sistemasining afzalligini ko'rsatdi keyin. Analitik mashinalar esa 1822 va 1837-yillarda Babbage tomonidan yasalyapti. Bular zamonaviy kompyuter arxitekturasi, kiritish, xotira, boshqaruv, chiqishni nazariy asoslab beryapti. Elektromexanik relay 1831-yilda Genri tomonidan ishlab chiqarilyapti. Elektr signallarni avtomatik boshqarish imkonini berdi. 0 va 1 tushunchasi paydo bo'ldi. Demak, zaryadsiz, zaryadli, uzuq, yuluq mana shunaqa narsalarning o'rniga endi bundan buyog'i 0 va 1 tushunchasi paydo bo'ldi. Z3 mashinasi 1941-yilda Konrad Zuse germaniyalik dunyodagi birinchi dasturlashtiriladigan hisoblash mashinasi ikkilik sistemasi asosida ishlaydigan bo'ldi. Mark 1 mashinasi 1944-yilda Говард Aiken AQShda yaratilyapti. Buning ahamiyati ilmiy va harbiy hisob-kitoblarni avtomatlashtirdi. Katta o'lchamli elektromexanik mashina bo'ldi. ENIAC esa 46-yilda yasaldi va birinchi elektron hisoblash mashinasi elektron lampalar asosida sekundiga 5000 qo'shish, sekundiga 5000 ko'paytirishni esa 300 ta amallarni bajara oldi. Ixtirochilari Presper va Eckertlar bo'lyapti. Birinchi avlod kompyuterlari 46-yildan 55-yillargacha davom etdi. Ularda asosan lampalar bo'ldi. Energiyani ko'p iste'mol qildi. O'zlari esa juda katta bitta uycha keladigan kompyuterlar deyiladi. Ikkinchi avlod kompyuterlari 56-yildan 65-yilgacha davom etdi. Bular tranzistorlar, ya'ni lampalar o'rniga tranzistorlardan foydalanildi. Endi faqat o'lchami kichikroq bo'ldi. Uchinchi avlod kompyuterlari esa 66-yildan 74-yilgacha davom etdi. Bular integral sxemalar asosida yasaldi, tezligi va ishonchliligi oshdi. 4-avlod kompyuterlari esa 75-yildan boshlandida to hozirgacha yetib keladi. Demak, 4-avlod kompyuterlari bular mikroprotsessorlar asosida ishlaydi. Miyasi demak mikroprotsessorlar asosida ishlayapti. Shaxsiy kompyuterlarga keng tarqaldi. Kibernetika fani 1948-yilda Norbert Wiener tomonidan yaratilyapti. Nazariyasi axborotni uzatish, saqlash va boshqarish nazariyasi informatikaning shakllanishiga asos soldi. Demak, 8-mavzu hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi. Hisoblash texnikasi nazariy asosini nima tashkil etadi? Birinchi savol. Bular pozitsiyali sanoq sistemalar, qat'iy tartib-qoida, ya'ni algoritmlash. Keyin mantiq nazariyasi. Mantiq nazariyasi edi. Demak, mana shu uchalasi hisoblash texnikasi nazariy asosini tashkil etadi. Xo'p, abaklardan qaysi xalq vakillari foydalangan? Abaklardan yaponlar, xitoylar, ruslar, qadimgi greklar edi. Yunonistonda ham keng qo'llanilgan degan jumlani o'qidik. Demak, keyingisi 1842-yilda Paskalina nomli mashinani kim yaratdi? O'zini nomidan kelib chiqyapti. Demak, Pascal yaratyapti. Hop, 12-si 1822-yilda bug'da ishlaydigan va hisoblash jadvallarini chop eta oladigan ayirmali mashinani kim ixtiro qilgan? Bug'da ishlaydigan hisob jadvallarini chop eta oladigan ayirmali mashinani Charles Babbage ixtiro qilgan.
1941-yilda elektromexanik releda yig'ilgan Z3 nomli hisoblash mashinasini qaysi nemis muhandisi yasagan? Demak, Konrad Zuse yasaganda. Diodni kim ixtiro qilgan? 20. John Fleming ixtiro qilgan. Mana bu inson diodni ixtiro qilgan. Bularni endi oxiridagi javobiga qarab sekin o'zlaring yodlab olasizlar. 1947-yilda Bell laboratoriyasi xodimlari tomonidan elektron lampalar ishini bajara oladigan nima ishlab chiqildi? Bu tranzistor hisoblanadi. 47-yilda Bell laboratoriyasi xodimlari tranzistorni ishlab chiqaryapti. Hop, 28-si. Birinchi avlod elektron hisoblash mashinasining asosiy elementi nimadan iborat edi? Birinchi avloddagi 28-sida bu elektron lampa. Birinchisida elektron lampa juda katta energiyani olardi. Birinchi avlod EHMlarining kiritish-chiqarish qurilmalari nimalardan iborat? Kiritish-chiqarish qurilmalari nimalardan iborat? Boshqarish pulti perfo kartadan iborat bo'lgan. Ikkinchi avlod mashinalari qaysi yillarda kashf etilgan? Ikkinchi avlod mashinalari 56-yildan 65-yilgacha. Mana 5 6 6 5. Shunday qilib eslab qo'ysangiz bo'ladi. 5 6 6 5. ENIAC, MES, Minsk 1, Ural qaysi avlod mashinalari hisoblanadi? ENIAC. Birinchi ishlab chiqarilgan. Demak, javob. ENIAC birinchi avlodi elektron lampalar orqali ishlagan. Ikkinchi avlod EHMlarining, ya'ni elektron hisoblash mashinalarining amal bajarish tezligi qancha bo'lgan? Bular sekundiga 100-500 ming amalni bajara olishgan. Hop, kibernetika so'zining ma'nosi nima deyilgan ekan? Kibernetika so'zining ma'nosi bu boshqarish san'ati degan. Ma'lumotlarni qayta ishlash tizimining faoliyat ko'rsatishi uchun qo'llanuvchi vositalar kompleksi. Lingvistik ta'minot, texnik ta'minot, huquqiy ta'minot, matematik ta'minot hisoblanadi. Demak, mavzu mana shu yerda tugadi. Sizlaring ko'rib